1-iyul kuni Andijon viloyati Xo'jaobod tumani profilaktika inspektori chaqiruv vaqtida pichoqlandi va vafot etdi. Bu haqida Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, soat 20:50 larda Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Yuksalish mahallasidagi xonadonda janjal bo'layotgani haqida xabar kelib tushgan. Hudud profilaktika inspektori katta leytenant Abdurasul Abduvaliyev mahalla raisi bilan birga voqea joyiga yetib borgan. Ma'lum bo'lishicha, 65 yoshli fuqaro mast holda o'z oila a'zolariga xo'jalik pichog'i bilan tahdid solayotgan bo'lgan. Fuqaroni zararsizlantirish jarayonida Xolbozorov qo'lidagi pichoq bilan katta leytenant Abduvaliyevning ko'krak qismiga zarba berib qochib ketgan. Olgan jarohati oqibatida ko'rsatilgan yordamga qaramasdan Abduvaliyev shifoxonaga olib ketilayotgani vaqtida vafot etgan. Bildirilishicha, holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumondor Yunus Ali Xolbozorov esa voqea joyidan yashiringan. Uni aniqlash va qo'lga olish bo'yicha tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirilmoqda deyiladi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi xabarda.